Salom do'stlar. Istanbuldagi sayohatimizni davom ettiramiz. Bugun rejadagi manzilimiz Sulton Ahmed maydoni va Sulton Ahmed masjidi bo'ladi. U joy ham juda ham mashhur, odamlarga g'ovjum joy. Hop, u joyga biz tramvayda boramiz. Do'stlar, Sulton Ahmed maydoniga yetib keldik. Mana o'sha masjid. Endi bir xil bu yoqni haligi moviy rang masjid deydi, bir xil Sulton Ahmed masjidi deyishadi. Biz endi Sulton Ahmed masjidi deb qo'ya qolamiz. Bu mana maydon. Uzun maydon. Mana shu joydan boshlanib, o'sha binogacha. Ozgina bu yoqni sizlarga bilganimcha tarixini gapirib beraman. Shu maydonni 3-4-asrlarda bu joyda ipodrom bo'lgan. Rimliklarning ipodromi bo'lgan. İşte biz turgan joyimizni bu yoq cheti bilan bu yoq chetida işte ot poygasi bo'lgan. Yugurtirishgan otni yoqdan bu yoqga, atrofida bu yoqda o'tirib odamlar ot poygasini tomosha qilishgan. Mana bu ko'rayotgan to'g'rilardagi yodgorlik toshiga ahamiyat beringlar. Bu tosh haqida ham ozgina bilganimcha ma'lumot beraman. Bu tosh miloddan oldingi 15-asrda Firavn Tutmos 3 buyrug'iga binoan qurilgan. Yaxlit qizil granit toshdan yasalgan masjid. Yasab Misrdagi shu Luksor viloyatidagi Karnak degan ibodatxonaga o'rnatilgan. Ko'ringlar. Uzunligi shu joydan o'sha tepasigacha taxminan 20 metr. Og'irligi 200 tonna bo'lgan toshchi Rim imperatori Feodosiy 390-yilda Konstantinopol ipodromiga, hozirgi Sulton Ahmed maydoniga olib kelib o'rnatib qo'ygan. Endi bitta narsaga e'tibor beringlar. Bu toshning umumiy vazni 200 tonna. 200 tonna. U 4-asrda texnika bo'lmagan. 200 tonna toshni Misrdan Istanbulga qanaqa olib kelishgan? O'ylab ko'ringlar. Tasavvur qilishingiz uchun bitta hozirgi man kamazi 20 tonna yuk ola oladi. Bu 200 tonna bu. Hech qanaqa texnika bo'lmagan davrda mana mashina ham odamlar ko'tarib kelgan. Yaqinda shu internetda ko'rib qoldim. O'zimizni o'zbek bolalardan
o'sha Misrga borib, o'sha piramidaning tagiga turib olib, buni deydi odamlar qurmagan. Odamlar buni katta toshlardan bunaqa narsani qura olmaydi deb o'shani gapirishyapti, piramidani. Endi bitta narsani tushunishingizni xohlardim, do'stlar. U davr bilan hozirgi davrni umuman bir-biriga taqqoslab bo'lmaydi. U davr odamlari ham, hozirgi davr odamlarini ham farqi juda katta bo'lgan. Chunki hozir u davr odamlari hozirgi davr odamlariga o'xshab bitta qo'lida flash, bitta qo'lida hot-dog yeb yurmagan ular. Ular ov qilib, butun bitta kikka ushlab yeb yorishgan. Ximiya degan narsa bo'lmagan. Hamma kuch o'shalarda bo'lgan. Ekologiya zo'r bo'lgan. Shuning uchun odamlar ham baquvvat bo'lgan. Mana boyiga aytganimdek, o'sha piramidadan tagiga kelib olgan bola nima deydi? Buni deydi inoplanetarlar qurgan deydi. O'sha Rim imperatori ham shunaqa deb o'ylamaylar tag'in deb mana qarasanglar tagiga mana marmar toshdan poydevor o'rnatgan. Poydevoriga bitta ahamiyat bersanglar, hozir yaqinlashtiraman. Mana o'sha toshni o'sha arqonmidi, bir nimalar bilan boylab, shuncha odam tortyapti shuni. Noto'g'ri o'ylamanglar deb, mana toshni o'yib, relief qilib chiqarib ko'rsatib qo'ygan, buni qanaqa qilib olib kelishgan. O'rtada dengiz bor. Istanbul bilan Misrning o'rtasida dengiz. Dengizdan ham olib o'tishgan. Poydevorining tepa mana qismida o'sha Rim imperatori o'rtada turgani, yonida yordamchilari bo'lsa kerak. Yuzini qanaqadir nima deydi? Bir nima bilan urib ko'chirib tashashgan. Yuzi yaxshi ko'rinmayapti buni. Mana o'rtada Rim imperatori qo'lida shu yutgan odamga sovg'ani ushlab olib turibdilar, kutib. Ozgina o'ylantirib qo'yadi odamni. Ozgina mana bu kallasi qizib ketadi o'ylaverib. Qanaqa qilib olib kelishgan. Olib kelgan shuni odamlar ko'tarib olib kelib, 4 ta bronza kubga ustiga o'rnatib qo'ygan. Shu mana necha asr o'tgan bo'lsa, qancha yer qimillagan, lekin bu ag'anab ketmagan, joyida turibdi bu. Olgan 4 ta blok ustiga o'rnatishgan. Qisqasi buni ko'tarib olib kelishi o'zi bitta tema bo'lsa, katta tema bo'lsa, buni shu yerga olib kelib, shuni ko'tarib mana shunday bo'lsa, mashina o'rnatib qo'yishi o'zi ham bitta tema bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Stopni bosasizlar-da. Mana shu joyi o'qib chiqasizlar. 390-yil. Sulton Ahmed maydonini bilganimcha tushuntirib berdim sizlarga. Endi Sulton Ahmed masjidini ham hozir birgalikda kirib ko'rib chiqamiz. Ketdik do'stlar.
Sulton Ahmed masjidiga kiraverishdagi mana arka. Ichkariga kiramiz, do'stlar. Bu masjid 1606-yildan boshlab 1617-yilgacha qurilgan. Usmonlilar sultoni Sulton Ahmed I tomonidan qurilgan masjid bo'ladi bu. Masjidga ahamiyat bersanglar, mana shunaqa minorasidan 6 ta bu yoqda. Hozir bizda 2 ta bu yoqda ko'rinyapti, 2 ta bu yoq tarafida ko'rinyapti. Yana ikkitasi ichkariga kirsa ko'rinadi. Bittasi ta'mirlash ishlari ketayotgan ekan bittasida. Masjidning fasad qismlari tabiiy toshdan qilingan, fasad qismlari. Minorani ham mana fasad qismi hammasi tabiiy marmar toshdan yopishtirib chiqilgan. Zinalari ham, bu yerga poy devorlariga ham yiri blok toshlar yopishtirib qo'yilgan. O'sha davrda mana shunaqa qilib, mana bu yerda hech qanaqa orasida rastvor yo'q. Mana shu yerda ikkita temir bilan bir-biriga siqib ushlatib qo'yilgan o'sha davrda. Temirlari ko'rinmayapti bu yoqda. Qani ahamiyat beringlar. Katta blok toshlar bir-biriga temir yordamida ushlatib qo'yilgan. Ha, mana qoldiqlari bor ekan o'sha temirni. Mana bu yerda o'sha temirni o'zi. Saqlanib qolgani shu ekan, bu yerda qoldiqlar. o'n 17-asrga tegishli temir ko'rishingiz mumkin. Xo'p, yana bu yoq o'ng taraf, biqin tarafini ko'ramiz. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shu bitta minorani tagida bo'lsam, mana ikkinchisi orqada, uchinchisi turibdi. Bu yoq biqin tarafida ham xuddi shunaqa. Biz ichkariga qarab yo'l olamiz. Sizlarga shu devorlarni yoniga borib yaqinroqdan shu devorlarni ko'rsataman. Zina qismlari ham yiri marmar toshdan qurilgan. Mana ahamiyat beringlar. Masjidning umumiy ko'rinishi qaranglar, qanaqa chiroyli. 17-asr shedevri. Mana shu polga ahamiyat beringlar. Butun yaxlit blok marmar tosh bo'ladi. Uzunligi taxminan 5 metrli bo'lsa, eniga 1 metrli chiqadi. Bunisi ham shunaqa. Shularni o'sha paytda odamlar 17-asrda mana ko'tarib olib kelib shu joyga o'rnatishgan. Ichkariga kiramiz. Ichkariga kirish qonun qoidalari bor. Ayollar mana shunaqa boshiga ro'mol o'rab kirishi shart. Erkaklar shortida kirishi mumkin emas, uzun shimda kirishi mumkin faqat.
shortida bo'lsanglar, bu yerga kelmay qo'yaveringlar. Bu yerda xodimlar bor, sizlarni baribir bular qo'ymaydi. Kirgizgani. Shimda kelinglar. Ayollar bitta qo'lingizga ro'mol olib olinglar. Ro'mol bo'lmasa, lekin bu yerda ro'mol beradi. Endi kimlardir taqqan ro'moldan foydalangandan ko'ra o'zingizlarni ro'molinglarni olib kelganinglar yaxshiroq. Bu masjidning ichini ko'rib chiqaman desanglar agar. Kirishda ham mana ko'ryapsizlarmi, gumbaz. Bu yerda qizil, sariq, ko'k bo'yoqlarda bo'yalgan naqshlar hammasi. Mana shu joyga oyoqni yechamiz. Oyoq kiyimni o'zimiz bilan olib, ichkariga qarab yo'l olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ana go'zallik. Tomosha qilinglar. Ko'p joylari buni ham toshdan, tabiiy toshlar ko'rib turgan. Hamma mana shu devorlarimiz hammasi toshdan, tabiiy. Eng tepa qismlari bo'yoq ekan, bular hammasi bo'yoq. Gumbaz ham arka qismi bo'yoqlar bular. Lekin mana bu joyini ko'rayotgan bo'lsanglar, o'sha ko'k, moviy rang joylari. Shu joylar hammasi qo'lda yasalgan. O'sha kafil desa ham bo'ladi. Shu kafillar shu yerda hammasiga mana atrofiga yopishtirib chiqilgan. Zavodda emas, qo'lda yasalgan hammasi. Shuning uchun ham menimcha bu masjidda o'sha moviy masjid deyishsa kerak. Bu masjidda Sulton Ahmed I 19 yoshida qurgan ekan. Arxitektori o'sha mashhur me'mor Sinanning shogirdi Mehmet og'a bo'lgan arxitektori. Mana shu eng o'rtada eng katta gumbazni ko'rayotgan bo'lsanglar, shuni diametri 23,5 metr. Va o'sha o'rtadagi nuqtasidan shu polgacha 43 metr. Hozir bu joy hozir muzey ham masjid bo'lib ishlayapti. Mana bu joyda ko'rayotgan bo'lsanglar, to'siq qilib qo'yilgan. Turistlar bu to'sig'i bu yog'ida yuradi. Ko'ryapsizlar. To'sig'i bu yoq tarafida odamlar mana namoz o'qishyapti. Bularga hech kim xalaqit bermaydi. Bo'm-bo'sh.
Do'stlar, masjid ichidan tashqariga chiqdim. Endi olgan videoyim shu bo'ldi, chunki ichkarida odam juda ham ko'p. Shovqin. Bunaqa bir video olgani qiynaldim juda ham. Tashqariga chiqqandan keyin to'g'rida Aya Sofiya bo'lsa, o'shani ro'pparasida Sulton Ahmed masjidi bo'ladi. Endi bu yoq biqin tarafiga o'tadigan bo'lsa, bu joyda Sulton Ahmed I qabri shu joyda joylashgan. Mana kiraverishda sizga ko'rsatib qo'yilgan. Hop. Mana Sulton Ahmed I. 3-chi tobut ekan. Mana 3-chisi o'rtada turibdi. Eng tepada o'rtada. Sulton Ahmed I Sulton Sulaymonning nevarasi bo'ladi. Sulton Ahmed I haqida bilsanglar, ko'rgan bo'lsanglar, o'sha serial olingan. Muhtasham 100 yilli 2-qismi. O'shanda Ko'sem degan ko'rgan bo'lsanglar, o'sha kinoda, serialda shu Sulton Ahmed I haqida o'sha serial olingan. Ichkariga kirib Sulton Ahmed I qabrini ko'rib chiqamiz. Kiraverishda ham qonun qoidalari bor. Ayollar ro'molda, mana ko'rasizlar, erkaklar shimda bo'lishi shart. Oyoq kiyimlarni shu joyga yechamiz. Va shu polkaga qo'yib qo'yamiz. Bismillahirrohmanirrohim deb kiramiz ichkariga. Ko'rib turgan qabrlaringlar har xil bo'y basti, kattaroq, kichkinaroq. Kichkinalari hammasi yosh bo'lsa kerak bular. Bular yosh. Xo'p, ham tepasida do'ppisi bori, erkak kishi. Do'ppisi yo'g'i ayol kishi bo'ladi. Hammasi sultonlarning qabri. Hozir biza eng kattasi Sulton Ahmed I qabriga qarab yuryapmiz. Mavzoleyni ham mana tepa qismiga e'tibor bersanglar, gumbaz bo'yoqlar yordamida gullar tizib chiroyli qilib qo'yilgan. Sulton Ahmed I qabri. Ahamiyat bersanglar, mana yozib ham qo'ygan. 1590-yilda tug'ilib, hop, 2-yilda ekan. 1617-yilda vafot etgan ekan. Sulton Murod Xon 4-niki ekan. Bu qabr. Bu qabr ayol kishining qabri. Bu qabrda hammani ham kimga tegishligini ham bilmayman-ku. Bu ham qiziq bo'lsa Google sizlarga yordam beradi. Chunki bu yerda
ichkarida ko'p gapirish mumkin emas ekan. Har gapirganimda shu joyga xodimlari sekin gapir deb qo'yibdi. Bazen diyor sektörde denozundan aldık güvenlik. Hop, mavzolayning ichidan chiqdik. Tashqariga qarab Istanbulga kelganingizda shu Sulton Ahmed masjidi va shu yonidagi mavzolay Sulton Ahmed birinchini qabrini ham bitta aylanib ziyorat qilib ko'rib chiqinglar. Xo'p do'stlar, bugungi ko'rsatuvimiz shu joyda to'xtatamiz. Keyingi ko'rsatuvda sizlar bilan Sulton Sulaymon xon qurgan Sulaymoniya masjidiga ko'rishamiz. Sog' bo'linglar. No, pero no porque todo, sino